Aytdi, kitobda qanday yozilgan bo'lsa, shu arabcha yozuvchi shunday nimasini chiqarib qo'yibdi. Dunyoning barcha kasalliklariga davo bo'luvchi shifobaxshlik bitta hasharotning ichida joylashgan bo'lishi mumkinmi? Mumkinmi, mumkin emasmi, qayerdan bilishadi? To'g'rimi? Qur'oni Karimda bir hasharotning mehnati haqida alohida sura bor. Bu Nahl, ya'ni asalari surasidir. Unda Alloh ularning qorinlaridan turli rangdagi ichimliklar chiqurki, unda odamlar uchun shifo bor deb marhamat qiladi. Nimaga shunda turli rang deyilgan? Asal bir xil rang bo'lmaydimi? Chunki nafaqat asalning tilla shaffof rangdagisini, balki yashil, qizil, hatto qora rangdagi asalni ham uchratishimiz mumkin. Zamonaviy tibbiyot asalning tarkibida 200 dan ortiq foydali moddalar, vitaminlar va antibiotiklar borligini tasdiqladi. Asal nafaqat ozuqa, balki jarohatni bitiruvchi, immunitetni ko'taruvchi va kasalliklarga qarshi kurashuvchi tabiiy vositadir. Qur'on bu shifobaxshlikni hamma narsa endi o'rganilayotgan bir davrda e'lon qilgan edi. Mana men yaqinda o'qidim, o'sha asal gulchanglari asallarni qorniga tushib, oshqozoniga o'sha yerda hodisa bo'lib, keyin yana qaytarib chiqarar ekan asal qilib o'shani. Bugungi kunda farmatsevtika qanchalik rivojlanmasin, asalning o'rnini bosadigan biror sun'iy mahsulot yaratilgani yo'q. Gaplaringiz qanaqadir quruqdir. Ishonarliroq misol bormi? Yaqinda ustoz domlalardan biri shu asal haqida gapirdi, eshitdingizmi? Men silkasini qoldiraman, eshitib ko'rasiz. Bo'pti, bo'lmasa like bosamiz, podpiska qilamiz va videoni birorta bir kasal bo'lib yotgan o'rtoqlarimizga jo'natib qo'yamiz. Пока.